Yoqmaslar ko'rib qo'ysin bunday go'zal olamda yo'q. Ering ham yo'q. 50 ga kiryapsan, yaqinda pensiya chiqasan, qizim. Nima, men sizga ortiqchalik qilyapmanmi, ota? Men ham nevara o'ynatib, quchog'imda mana etagingga siyib qo'ysa bahramand bo'lib o'tirgim keladi-da. Meni ko'nglimni ola oladigan shahzodaga tegaman. Tanla bo'lmasa bittasini. Qirolim, turli mamlakatlarning shahzodalari malikaning qo'lini so'rab kelishibdi. Chaqir qo'y yog'ini. Shahzodam. Birinchi shahzodamiz аккуратный bo'la, saxiy bo'ling. Yo'q, brat. Слишком аккуратный. Слишком аккуратный bo'la, saxiy bo'ling. O'ziga keldi endi. Shahlo ko'zli malikam. Malikam, men sizga dunyodagi eng qimmat toshdan yasalgan uzun olib keldim. Durmang. Bijteriya-ku Chorsuda sotiladi 5 tanga. Yo'qam. Mayli, o'zingiz bilasiz. Eshitib aloqadaman. Qizimga ko'zini qisganda, ko'zini qisinglar, jallod. Keyingi shahzoda otarchi Gritbey. Mandarin po'chog'i. Muhabbatim o'chog'i. Voy qirolim. Ey! Qizini so'rab keluvdim. Bobojon, menga uylanmoqchi bo'lgan o'g'lingiz qani? O'g'illarim uylantirib bo'ldim. Endi navbat o'zimga. O malikam. O belam. O'zi 5-6 oylik umringiz qolibdi. Yaxshisi uni barakali o'tkazing. Bigon bilan zangil qo'y. Navbatdagi shahzoda Ahror Bench. Bo'ldi, bor kal. Ahror Kal. Malikam, sizga nima sovg'a qilishni rosa ko'p o'yladim. Bahon saroyning Muhabbat shahri loyihasidan 2 xonali xonadon sovg'a qilmoqchiman. Yurakka tegdimi? Ko'zimga tegdi. U yerda bo'lajak farzandlarimiz uchun bolalar maydonchasi, tulponlaringiz uchun 2 qavatli tulporgoh, birga sayr qilishimiz uchun esa eko hudud. Xullas, ikkalamiz baxtli yashashimiz uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Men bilan ketishga rozimisiz? Roziman, faqat Chirchorsiga ketamiz. Boygi bijderiyani ketamiz. To'xta, qaro firibchi yo'qda. Uyda oylik to'lovini menga yozib ketdi, nomard. Alo, kuyov bola, ertalab soat 8 da mashinangizda meni bozorga olib kela olasizmi? Bo'ldi, gazini quyib bersangiz borib kelaveraman. Dadangizga ham shunaqa deysizmi, kuyov bola? Dada yasab oldi, qaynatamsiz. Bo'pti, mingillamay olib borib kelaman. Dada. Ha, kuyov bola? Erta bilan bozorga borib keling deb zashingga keldim. Soat necha bo'ldi? 6 bo'ldi, kuyov bola, 8 ga deganman. Bo'pti. Mashinada o'tirib turaman 2 soat, chiqarsiz. Soat 8 ga deganman, 10 ga kelyapti bu. Jinday kech qolganimga yomon xotinlarga o'sha mingillayapsizmi? Chiqing, uxlab qoppa. Yaxshimiz, kuyov bola? Boring, tishingizni yuvib chiqing. Boring, yuvib chiqing, erta bilan guppa beryapti. Kuyov bola. Yuvib chiqing. Voy. Kuyov bola, mana shu qizni olib olaylik, suvda qolib ketibdi-da. Yo'q, dada, ola olmaymiz. Qizingiz o'ldiradi, menga tinchlik kerak. Jonon, sovda qolib ketibdi, shunday olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, singlim? Yaxshi, rahmat. Qaror berdi. Yaxshi yigit, uylanganmisiz? Men bo'ydoqman. Tushing, mana o qiz tashlab kelay. Tushing deyapman, mana shunda kutib turing. Voy, mashinaning orqasidan o'yinchoq topib oldim. O'yinchoq ishlab chiqarasizmi? Biznesmenman, anjonli bola, to'yis ishlab chiqaraman. Bolachalarni xursand qilaylik deyman-da. Viloyatli dillerlarga aytaman, bozorlarga, do'konlarga tarqatib tashab, soqqani bosmaysanmi deyman. Pastda ham nomerlar qo'yib qo'ygan bo'lsang. Alo, xotin? Dada ko'chada muzlab qopti. Dada? Voy dada, yaxshimisiz? Rahmat qizim, ancha yaxshiman. Kuyov, siz yaxshimisiz? Shu beparosat kuyovim bor deb baxillarni qattiq yeyishni ham bilmaydi.
Qanani atamasga qaynatan. Mana shu jichichin chiqib ketsa ham o'sha deb yotib olasiz-a? Vahima qilmay kuyov bola. Meni ko'rganimni olib keldingiz. Moni olib keldim, moni. Helikopter. Ne berasiz? Vertolyotini olib keldim. O'ynab o'tirasiz. Ukol vaqtingiz bo'ldi. Men ukoldan qo'rqaman. Sizga qilmayman-ku. Bo'pti, keling, sizga ham qilib qo'yaman. Kuyov bola, sen naroyotingiz siqilib qoldik. Juda bir besonaqasiz-da. Moshilanga nima qilyapti? Ukol vaqtingiz bo'ldi. Bo'ldi, men ukol qilib qo'yaman. Yo'q, o'zim qilaman. Yo, tuzalsa yaxshi tuzalsin deb kattasini olib kelganman-da. Voy, nima qilyapsiz? Qatirmang, dada, qatirmang. Kuyov bola, qatirmang. Ha, onasini ham sen boshqa joyga ketib qoldi. Bilsangiz kim essiz, ha? Voy. Kuyov bola, oling bu narsalardan yeb o'tiring. Ko'chada ovqatlanib kelgandim. Shu yeganingizdan bir kosa olib kelmabsiz-da. Hamma yetib ishlamayaptimi? Agar ha desangiz ko'zingizni yuming. Noto'g'ri qilganda ukolda. Voy, iflos. Trenddagi suvlardan ichib qo'yasizmi? Flavisda yangi chiqqan o'rmon mevali ta'mimi? Vo. Ichasizmi? Ha deganingizda berardim. Ammo zo'r suvda 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Ikkinchi ukolingizni oladigan vaqt bo'ldi. Dada, ikkinchi ukolni ham kuyovim qilsin desangiz ko'zingizni yumib oching. Yumib oching. Voy dadasi, qo'y unaqa qilmang. Yana nimadir qilib qo'ymay, o'zim qilaman. Ko'zingizni yuming agar men qiladigan bo'lsam. Yo'q, men qilaman, hozir aytadi o'zi. Bo'ldi, men qilaman. Dada, damni ham qo'yib yuboribdi. Damkirab top chiqaymi? Ha, qo'yag'iga o'xshamasdan damla. Ko'z tegmasin, sizda 5, uyga kiravering toychog'im. Sizda 2 bor ekanda Xontaga kiring. Nega dada? Xontaga qamab uraman hozir. Voy. Usta, mana bu taraflarni rastor qilish kerak, shuvola qilish kerak. Ya dada. Ko'tingni art. Dadam sigaretami? Вот это поворот! Dadam sal narsaga uraveradi. Dadang bilan erkin gaplash, og'ayni do'st bo'lib olgin. Dada bilan shunday gaplash kerak. Hey, oshna nima gap? Вот это поворот! Bo'pti, men oshga kirib chiqay.